Minecraft, lekin menda g'ayrioddiy yuraklar bor. Har bir yurak o'ziga xos qobiliyatga ega. Portlatishdan tortib, X-ray, hattoki uchishgacha. Bu yuraklarni olish uchun men har xil topshiriqlar bajarishim lozim. 20 ta olmos kovlashdan boshlab ajdarni o'ldirishgacha. Barcha yuraklarni to'plash qo'limdan keladimi yoki yo'q? Bilib olish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Ayni paytda menda atigi bittagina yurakcha bor. Bu ham bo'lsa tuproqli yurakcha va men boshqalarini hoziroq to'plashni boshlashim kerak. Buning uchun boshlanishga biz 10 ta qishloqliklarni o'ldirishimiz kerak. Ha, dahshatli eshitilyapti. Shuning uchun hoziroq daraxt chopamiz. Daraxtni taxtaga, taxtani esa verstakka aylantiramiz. Uni o'rnatgan holda dahshatga tushamiz. Bu yana nimasi? Hattoki tuproqli yurakning ham qobiliyati bormi? Menimcha u bizga to'qlik effektini bersa kerak, yana bilmadim. Ko'pgina toshlar kovladim. Endi bemalol o'zimga qolgan tosh asbob uskunalarni yasab yo'lga chiqsam bo'ladi. Sababi biz qishloq topishimiz kerak. Qishloq toparkanmiz, demak bizga ketmoq ham aniq kerak bo'ladi. Oxirgi 5 ta taxtaga esa biz qayiq yasaymiz va yo'lga otlanamiz. Bizning uzoq vaqtlik sayohatimiz boshlandi. Birinchi navbatda Changalzordan chiqib ketishimiz kerak, sababi bu yerlarda aniq qishloq bo'lmaydi. O, cho'l desa aniq bo'ladi va ana bu. Umid qilamanki, u yerda bizga yetarli 10 ta qishloqliklar bo'ladi. O'lishimga sal qoldi. Bittagina joni borligini unutmasligim kerak. Hozircha bitta bo'lsa ham hali kelajakda 10 ta bo'ladi, lekin oddiy o'ta emas, super qobiliyatlarim bilan ajdarni ham portlatib tashlaydigan darajada zo'r bo'lib ketaman hali. Qirg'in barot uyushtirishdan oldin kelinglar, samonani o'g'irlaymiz birinchi. Qanchalik dahshatli eshitilyapti bularning hammasi. Galem, sen mening yovuz rejalarimda xalaqit berishing mumkin, shuning uchun kechirasan. Yana temir ham aniq ortiqchalik qilmaydi va endi boshlasak ham bo'ladi. Bu yana nimasi bo'ldi? Bu nima? Chorrahmi? Svetofor qayerda? Endi esa eng dahshatlisiga keldik. Bu nima, taxtar hazilimi? Ataga bittagina yetmadi. Siz nahotki yangi qishloq topishimga to'g'ri kelsa, nima bo'lganda ham menimcha mana bu yotoq chiroyliroq bo'ladi. Ha, mayli, men ketdim. Bu qishloqda juda tez topdik. Umid qilamanki, ikkinchisini ham shunday tez topamiz. Va kolleksiyamizga ikkinchi yurakni qo'shamiz. Nima? Men hozir o'ldim, voy la'nati. Ha, mayli, nima bo'lganda ham qayerda o'lganimni bilaman. Shuning uchun hoziroq qaytamiz. Lava ko'li? Boya ko'rmabman ham. Bu yana qanaqa anomaliya bo'ldi? Nahotki bu ham lava ko'li bo'lsa. Narsalarim men sizlarga deyarli qaytdim. Nimasi bu, o'ylanat ahmoq? Bu yana shuncha joyga qaytish kerak. Menga ehtiyotkorlik aniq xalaqit qilmasdi. Birinchi o'rinishda bo'lmasa ham narsalarimni qaytardim. Yana temir kirka ham yasab olsak zo'r bo'lardi. O'lsinda, shunday katta cho'l, lekin ataga bittagina mayli 2 dona qishloqi yo'q. Qanday dahshat bu. Oldinda lava ko'li, buzilgan portal, lekin hech qanaqa qishloqi yo'q. Bu men ko'rayotgan 3-chi lava ko'li. Men his qilyapman, mana shu lava ko'llar menga kerak bo'lganda yerni tagidan ham topib bo'lmaydi. Xuddi hammasi uyushtirilgandek. Buzilgan portalda esa men bularni ola qolaman. 4-chi lava ko'li, sizlar hazillashyapsizlarmi? Agar mana shu lava ko'llari menga kerak paytda topilmasa, va nihoyat qishloq topildi. Qayerga ham qocharding? Qochmasangchi. Seni mendan hech kim qutqarib qololmaydi. Qayerga qochishni bilasan? Tayyor, ikkinchi yurak qo'lga kiritildi. Bu yana nimasi bo'ldi? Bu nima? Tavqi la'natmi? Qilgan ishimdan keyin Galemni oldida turish qandaydir qo'rqinchli. Xuddi payt bo'layotganga o'xshaydi. Kelinglar, yaxshi yuqoriga chiqib olsam. Xo'sh, men endi nima qila olaman? Bu yurak menga shunday qobiliyat beradiki, men endi yaqin atrofdagi rudalarni, ya'ni olmos ko'mirlarni ko'ra olaman, xuddi X-rayga o'xshab. Galem, sen esa menga temir kerakligini tushunishing kerak. Yana spawnda paydo bo'lmasligi uchun kelinglar, bu safar yotoq ishlatamiz va konga otlanamiz. Ikkita yurak albatta boyagidan 2 barobar ko'p, lekin bu baribir hali kam. Super qobiliyatni ishlatish vaqti yetib keldi. Nahotki bu X-rayning Minecraftdagi halol versiyasi. Agar mana bu qorasi ko'mir bo'lsa, unda oqi bo'ladi. Temir. Lazurit esa ko'rsatmas ekan. Agar menga lazurit kerak bo'lsa-chi? Nahotki mana bu sarig'i oltin bo'lsa, yo'qmas. Bu qorong'ida o'zimni ham ko'rmayapman. Menimcha menga mashalalar kerak bo'ladi. Ular g'oyib bo'ldi. Xerabrin. Ikkinchi qo'lim la'natlanganga o'xshaydi. Hech his yo'q. Bu temir kovlashga xalaqit bermaydi. Temir kovlash time.
Ha, bunday esa temir kovlash aniq osonroq. Bu ketishda men temir mayoq ham qurib yubora olaman-ku. Axir, nima, nahotki o'ldim. Aytgancha biz keyingi topshiriqni ham bajarishimiz kerak agar 3-yurakni olmoqchi bo'lsak. Bu ham bo'lsa 5 ta creeper o'ldirish. Bu temirlar esa bunda menga yordam beradi. Qalqonni ham unutmaymiz. Tayyor bo'ldi. Endi jangga otlansak bo'ladi. Faqat qalqonni ikkinchi qo'lga olmayman. Katta ehtimol u ham yo'q bo'lib ketadi shunchaki. Birinchi nishon aniqlandi. Muhimi portlab ketmasin. Qani, yana bitta zarba qochamiz. Ikkita jon bilan creeperga qarshi urushish oson emas. Yana uni birgala zombi skeletlar o'rab turganda. Nima bo'lganda ham bizda birinchi creeper tayyor. Ikkinchisi ham, hattoki uchinchisi ham. Haligacha o'lmaganimga qo'yilman. To'rtinchisimikin? Qani qochsanglar-chi skeletlar, sizlar eng rasvosizlar, masofadan otib tashlay. Qani creeper, qani bo'lsa boshqasin. Nahotki yaramas skelet creeperni o'ldirdi. O, plastika mayli skelet, men seni kechirdim. Umid qilamanki, sen 4-inchisi bo'lasan. Tayyor, yana bittagina creeper qoldi. Mana shuni hal qilsam, menda keyingi yurak bo'ladi. Creeper yuragi. Creeper yuragi nima qila olishi shusiz ham aniq, to'g'rimi? Qani zombi portlasang-chi, portlay qol endi. Ha, qurol sifatida foydalanib bo'lmaydi chog'i. Creeperdan tushgan mana bu plastikani albatta eshitib ko'rishimiz kerak va yana keyingi topshiriqqa keladigan bo'lsak, biz endi 5 ta ametistni sindirishimiz kerak. Ametistni topishda ikkita yo'lni bilaman. Birinchisi konga tushib o'sha yerdan qidirish, ikkinchisi bo'lsa dengizdan. Biz cho'lda ekanligimizni, okeandan juda ham uzoqda ekanligimizni hisobga olgan holda biz dengizdan qidiramiz. Temirlarni olamizda dengiz qidiruviga otlanamiz. Bilaman, meni daholigimdan hayratga tushyapsizlar, lekin mening xayolimga yana bir xayol keldi. Bu ham bo'lsa mening qobiliyatim orqali konni topish va o'sha yerdan ametistni topishdir. Faqat mening portlashim haddan tashqari kuchsizlik qilyapti-ku. Qum tuproqlarni esa bombillatayotdi. Mayli, rejadan olmasdan shunchaki dengiz qidiramiz. 5-chi lava ko'li. Menga kerak bo'lganda topilmasligi ehtimoli yanada oshib bormoqda. Dengiz deyman-u, lekin hattoki qayiq yasashga ham taxtam yo'q. Yana cho'ldaman. Va nihoyat botqoq bo'lsa ham topdim. Endi ko'p daraxt kovlab olsak bo'ladi. Mening yangi qobiliyatim orqali bu yanada osonlashadi. Xuddi reklama qilayotgandek bo'lib qolyapman. Aytgancha, rostdan ham agar sizlar ham shunaqa yuraklar bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz, mening Telegram kanalimga kirib, buni bo'lib qo'ying. Men yaqin orada u yerga mana shu modni, ya'ni datapakni tashlab qo'yaman. Havola video ostida. Xo'sh, dengizdagi ko'rish qobiliyatimizni oshirish uchun mana bunday sirli, taqiqlangan bo'lmagan taktikani qo'llagan bo'lamiz. Qanday mana shunday, faqat bu sal no'g'irlash qiyinroq bo'ldi. Endi bemalol qidiruvni boshlasak ham bo'ladi. Nega bu cho'chqalar meni tinch qo'ymaydi? Nega sizlar hadeb orqamdan yuraveryapsizlar, ha? Umuman olganda menda bir taxmin bor. Shunchaki mana bu mana bu resurs pakni o'chirib ko'radigan bo'lsak, hamma yerimda ko'rinmas sabzali qarmoqlar bosib yotgan ekan. Xullas, dengizdan qidirish g'oyasini unutinglar. Menimcha bu taktika umuman o'xshamaydiganidan, chunki men juda ham ko'p vaqt qidirdim. Shu sabab endi ikkinchi taktikaga o'tamiz. Bu ham bo'lsa kondan qidirish. Faqat mana bu yerda kichkina baza qilish kerak degan fikrdaman. Sababi o'lib ketsam agar yana spawndan qaytib kelish. Yo'q, menga bunday musibatlar kerak emas. Shuning uchun bu yerga ozgina ovqat va temir va taxtayu solib qochamiz. Xo'sh, ametist, men seni o'lgunimcha qidirmayman degan umiddaman. Bo'lishi mumkin emas. Nahotki bu o'sha men qidirayotgan narsa, ha, rostdan ham. Xo'p, butun umr qidirishga to'g'ri kelmasligidan juda ham xursandman. Bu ko'k narsa nima? Aniq lazurit emas, demak bu bo'lishi mumkin emas. Ametist sen kutib turishingga to'g'ri keladi. Bu yerda qiziqroq narsa topib olganga o'xshayman. Nahotki bu uzoq kutilgan o'sha mashhur olmos bo'lsa. Salom olmoslar, salom. Endi esa sekingina ametistlarni uxlatsak ham bo'ladi. Sekingina ichiga kirib olsak, umid qilamanki bu yerda menga keraklilari bor. Ha, borga o'xshayapti va men uni sindiraman. Hech narsa bo'lmaydi. Sababi nima? Sababi men kattarog'ini sindirishim kerak. Ha, to'g'ri, lekin bu yerda faqatgina bittagina kattasi, yo'q, ikkita ekan, ikkita. Lekin bu ham menga yana 3 ta kerak. Men bilishimcha bu ametistlar o'sadi, lekin bunga ko'p vaqt kerak yoki kammi, bilmayman, balki kutishga to'g'ri kelar. Yangisini qidirgim kelmayapti aniq. Shuning uchun kutishdan boshqa ilojimiz ham yo'q. To'ngacha yaqin atrofdan olmos qidirib yuramanmi, bilmadim. Nima qilsa bo'larki? Voy yuragim, nega bunchalar qo'rqitish shartmi? Yaxshiyam checkpoint qilgan ekanman mana bu yerga. Endi esa sekingina tushib olish qoldi. O'zi ham tushishni o'ylamaganimni qaranglar. Ha, samon bloklarni o'zi bilan tushish oson bo'lmaydi. Yaxshi ham temir ham qoldiribman-e. Xo'sh, suv quyila qolsang-chi, biz pastga tusha qolsak-chi, men sakray qolsam-chi. Xo'sh, sakradik. Hamma narsalarim joyidaga o'xshaydi.
yoki yo'q, balki bir xillari yonib ketgandir. Qiziq, shuncha vaqt ichida qancha ametist o'sgan ekan, balki hammasi o'sib, hammasidan kattaroq bo'lib nimalar deyapman o'zi. Qani o'sdinglarmi? Yo'q, birortasi o'smagan, hayot shafqatsiz. Mayli, men unda olmosni yerni tagiga kirib kavlayman va menga bunda olmos kirga yordamga keladi. Manzil chuqur, yo'l qattiq, bora olaman-de, olmos kirga bor. Men aqldan o'zyapman. Olmosni topdik, lekin menimcha hali kovlamay tursak yaxshi bo'lardi. Sababi men xuddi shu mod bilan o'ynagan amerikalik youtuberni ko'rganimda, u olmosni topshiriq ham bajargan edi. Shu sabab menimcha bizda ham shunaqasi bo'ladi. Aniq bo'ladi. Shuning uchun olmoslarni kovlamagan ma'qul hozircha. Bir joyda 3 ta olmos ko'ni, yana shunday katta. Umid qilamanki meni adminlar kuzatmayapti. Kristallar esa umuman o'smagan. Menimcha yana kutishga to'g'ri keladi. Bu safar sal ko'proq kutishga to'g'ri keladi. 1 hour later. Ajoyib, bitta kristal o'sibdi. Endi bizga yana 2 ta yetishmayapti. Qolganlari esa hali juda ham kichkina. Yana turamiz. Umid qilamanki hech bo'lmasa 2 tasi voylanadi. Creeper yaxshi, hamma kompyuter oldiga qaytganga o'xshayman. Meni portlat kristalni emas. Keragidan ham ortiq kristallar to'planibdi. Endi bemalol bu topshiriqni ham bajarsak bo'ladi. Ametist yurak. Endi har safar uron olganimda 100 blok radiusdagi barcha moblarni ko'raman. Ajoyib qobiliyat. Bu albatta asqotadi. Qayerda bilmadim. Gapirishni unutyapman-ku. Lekin eng muhimi topshiriqqa qaranglar. 20 ta olmos kovlash. Men bilgandim buni. Tayyor, topshiriq bajarildi. Endi menda olmos yurak ham bor. Qattiq o'syapsiz-ku? Olmos yurak menga tunda ko'rish imkoniyatini berdi. Kelinglar tekshirib ko'ramiz. Tungi ko'rishni o'chirdim. Endi esa mendagi shlem bu yorug'lik taratadi. Xuddi mash'ala ko'tarib olgandek bo'ldim. Olmos yurakka ham shuni beradimi? Qanday vijdonsizlar. Mayli, hech bo'lmasa bosh kiyimi chiroyli. Kovlagan olmoslarga esa asbob uskunalar yasaymiz. Olmos yetmadi. Men ortib qoladi deb o'ylagandim, lekin plastinkani eshitishimiz uchun bitta olmos yetmadi. Shundan keyin tepadagi topshiriqni bajaramiz. Lava ayni vaqtida. Umid qilamanki bu yerda 10 blok lava chiqib qoladi. Sababi keyingi topshiriqni bajarish uchun aynan shuncha obsidian kovlashimiz kerak. Faqat bundan oldin plastinkani oxiri eshitaylik axir. Bo'ldi, ko'pgina olmos to'pladim. Endi bemalol plastinkani eshitsak bo'ladi. Hech qanday muammolarsiz. Blokni o'rnatamiz, plastinkani tiqamiz va eshitamiz. Nima, bu qo'shiq hali Minecraft'gimidi? Bo'lishi mumkin emas, adashmasam men bu qo'shiqni videolarimda ham ishlatgandim, lekin Minecraft'ga ekanligini bilmagandim. Endi mana shu zo'r qo'shiq ostida obsidianlarni kovlashni boshlaymiz. Topshiriq bajarildi. 10 ta obsidian kovladik va obsidian yurakka ega bo'ldik. Endi biz tushirishimcha yiqilishdan uron olmaymiz boshqa. Biz buni tekshirib ko'rishimiz shart. Xo'sh, shuncha balandlikdan jonimiz ketishi shart. Hattoki asahalarni ham yechamiz har ehtimolga qarshi va sakraymiz. Ishlayapti, yurak ishlayapti. Navbatdagi yurakni olish uchun 10 ta blaze o'ldirishimiz kerak. Qanchalik xursandman, lava ko'li qidirishimizga to'g'ri kelmaganidan, tashqariga chiqishiga ham to'g'ri kelmagandan, shunchaki hozirda o'zdayoq nazarga otlanamiz. Tushunmadim, nima bo'ldi? Nega yondirgalka yo'qolmayapti? Nahotki yondirgalka nima qilib qolgan? Tushunarli, ishlayapti. Faqatgina obsidian yoqib bo'lmayapti. Bu qanday maynavozchilik bo'ldi? Agar biz aql ishlatgan holda sirli taktikalar qo'llasak-chi, mana bunaqa ko'rinarkada moblar ko'rinishi 100 blok radiusda. Verstakni yoqamiz, bo'lmadi. Endi samonni yoqamiz, bo'lmadi. Samonni ham yoqib bo'lmayapti, ustini yoqib bo'lyapti, yonini yoqib bo'lmayapti. Qanday ahmoqgarchilik? Tushunmadim. Menimcha baribir tashqariga chiqishimizga to'g'ri keladi. Qanchalik tashqariga chiqishni xohlamagandim-a? Osmonni ko'raman deb 100 yillab yurish kerak. Bu yana nimasi bo'ldi? Sizlar aytmoqchisizlarki, shuncha vaqtdan beri ichida 100 ta kristalli bor ametist mana shu yerda turgandi, lekin men uni ko'rish o'rniga 100 soat AFKda turdim. Bombillatib chiqamiz tashqariga. Xo'sh, o'zi biz nima qilyotdik? O'zi biz kim edik? Biz Netherga ketmoqchi edik, lekin o'xshamadi. Endi nima qilamiz? Menimcha agar paqir bilan lavalarni qo'yib, ularni suv bilan muzlatib, agar shunaqa qilib portal qursa, balki o'xshar. Bu albatta hammasi teoriyada, lekin bizda boshqa iloji yo'q. Sizlar ham buni ko'rdingizmi? Bu yana nimasi bo'ldi? Minecraft ustimdan kulyapsanmi? Men Netherga keta olmayotgan bir paytda qayerdandir zombi cho'chqa chiqib kelyaptimi? Boya g'ordaligimda chaqmoq chaqqandi. Katta ehtimol bilan cho'chqani urgan bo'lsa kerak, yo'qsa bilmadim. Xullas, lava ko'li qidirib olg'a. Bu bizning so'nggi umidimiz.
Lava ko'lini aniq dengizda uchratmasligimni tushunib yetdim. Shuning uchun hoziroq o'rmonga otlanamiz. Lava ko'li, men bilardim sen meni shunaqa qiynashingni. Bugun 5 marta yo'limdan chiqdik, 5 marta, 6-marta ham chiqa qolsaychi. Mana shu tekisliklarda ham lava ko'li ko'p bo'ladi menimcha. Balki faqat boyagi 10 ta obsidian la'natlangandir. Mana bu 10 ta bilan esa portal qursam hammasi soatdek ishlar, to'g'rimi? Axir to'g'ri-ku, hammasi ishlaydi-ku. Qayiq bilan emas albatta, yondirgalka bilan yoqsam ham ishlaydimi? Yo'q. O'sish bor. Men portalni yo'qoldim, ishlamagan bo'lsa ham. Yo'l uzoq, manzil olis, lava ko'li qanisan, men seni topaman. Qanday creeper, men uni ko'rganim ham yo'q-ku. Bu yerda creeper yo'q edi. FPS ni ko'rish uchun F3 ni bosganim esimga tushib qoldi. O'shani videodan qidirib topdim va kerakli koordinatalarga qaytdim. Bu juda ham oson bo'ldi. Men zo'rman. Jonajon narsalarim yo'q bo'lib ketmaganinglarga ishonar edim. Buzilgan portal, lekin lava yo'q. Lekin bu obsidianni yo'qsa bo'lyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Balki mana shu obsidian la'natlanmagan bo'lib, oxir-oqibat mana shundan men qurolarman. Kerakli portalni va nezerga surib yuborish ham mumkin bo'lar shunda. Yo'q, unutinglar, bizga faqat lava ko'li kerak. Yarim soat, haqiqiy yarim soat o'tdi, men haligacha topganim yo'q lava ko'lni. Bu qanday omadsizlik bo'lishi mumkin? Creeper, sen meni boshqa alda olmaysan. Men seni ko'rdim. Bu sodiqda voy la'nati, sehrlangan oltin olma. O'zi qancha buni bu yerda bo'lishi ehtimoli? Men sehrlangan oltin olma topdim, lekin lava ko'li topa olmadim. Yarim soatda. Xullas, boshqa olamda o'tkazilgan eksperimentlar shuni ko'rsatadiki, hattoki lava ko'lidan paqir orqali lavadan portal qurgan taqdirimizda ham hech narsa o'zgarmaydi va biz mana bunday qilishga majburmiz. Men shunday qilishga to'g'ri kelmasligini juda ham xohlagandim. Yaxshi, endi sizlar qanday qilib portal blok chaqirishni bilasizlar. Mana bu yerda oddiy portal paydo bo'ldi. Checkpoint qo'yish esdan chiqdi. Eksperimentlar shuni ko'rsatadiki, bu juda ham muhim. Xo'sh, endi keyingi topshiriqqa o'tsak ham bo'ladi. Aytgancha, bizda keyingi topshiriqni o'zi aytdimmi yo'qmi? Biz 10 ta blaze o'ldirishimiz kerak. Buning uchun biz qizil qal'a topishimiz kerak. Ya'ni o'sha ifritlarni makoni, "Ey, meni otmasangchi, axir men hoziroq sizlarning bir do'stingizga aylangan holda oltin oyoq kiyimlar kiygan holda yuraman." Bu portlash asabimni buza boshlayapti. Bu kechda o'lib ketaman shu orqasidan. Minecraftda ikkita ishni yoqtirmayman. Birinchisi qizil qal'ani qidirish, ikkinchisi bo'lsa endga olib boradigan portali bor qal'ani qidirish. Ikkalasi ham topilmasa yomon asab buziladi. Yaxshi yangiliklar, qizil o'rmon tugadi. Bu yer sal yopishqoqroq bo'lsa ham, lekin qizil o'rmondan baribir yaxshiroq. Mana shunday ideal joylar qal'a paydo bo'lishi uchun nega paydo bo'la qolmaydi? Bloklarim ham tugadi, lekin bu muammo emas. Bemalol mana shunday qilib bloklar to'plab tashlasak ham bo'ladi. Yo, bu yana nimasi bo'ldi? Bugun meni omadim kelyaptimi yoki omadim kelmayaptimi? Yaqin kelajakda qal'ani topishimga ishonaman. Nima bo'lganda ham bir tarafga qarab to'xtovsiz yuradigan bo'lsak, u aniq chiqish kerak. Yoki yo'qmi? Voy, nimaga yiqilib ketdim? Pauza. Panikaga tushmaymiz. Qani edi haqiqiy hayotda ham shunday vaziyatlarda shunchaki hammasini stop qilib bo'lsa. Hozir bu haqda emas, muhimi hozir nima qilishni o'ylash kerak. Umuman olganda menda sehrlangan oltin olmam bor. Shuning uchun bu muammo bo'lmaydi va men tirik nimaga hali ham jonim ketyapti. Nahotki o'lib ketsam? Yo'q, bo'ldi. Tirikman. Qanday yaxshi. Yo'q, endi ehtiyotkorroq bo'lishimiz kerak degan men. Ha, ehtiyotkorlik men haqimda emas. Yaxshi ham sehrlangan oltin olmani effekti hali tugagani yo'q. Hali 4 daqiqa ekan, u lavada sussam ham bo'ladi nariga qirg'oqqa qarab. Men bu sehrlangan oltin olmani blazelar bilan jangga olib qo'ymoqchi edim. Juda qattiq foydasi tegardi-da. Yo'q, bu muammo boshqimsiz 5 ta jon bilan bularga qarshi kurashish sal xavfliroq bo'ladi. Yo'qolsalarinchi, obbo, o'ldimmi? Nahotki o'ldim? Yo'q. Hoziroq ularga javob qaytarish kerak. Qani kelinglar, bitta nimaga qochishyapti? Ha, aytgancha qo'zqordan qo'rqadi-ku, shuni ham unutamanmi? Mana sizlarga unda. Yo'l qurish ham shunchalik xavfli bo'ladimi? Yo'q, lavaga emas. Har safar blogim tugaganda o'zim portlatyapman. Qanday dahshat. Qachon topaman men bu qizil qal'ani? Topdim men bu qizil qal'ani. Xo'sh, endi meni ularni olovga qarshi chiqish uchun sehrlangan oltin olmam yo'q. Nimadir o'ylab topish kerak. Masalan, oltinni olovga qarshi damlamaga almashtirsak bo'ladi. Mana bunday qilamizda savdogarlarni topamiz. Qayerdasizlar? Mana sizlar. To'g'rirog'i sen bittagina bo'lsa ham olovga qarshi damlama. Iltimos.
Hamma narsa berdi. Damlamadan tashqari hammayli ehtiyotkorroq bo'lsak, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Oho, nezarni har burchagida bo'libsiz-ku. Olovga qarshi damlamasangiz, bu qal'a juda ham xavfli joy. Bu yarama spawnerlar ham qanaqadir yer tagida bo'lsa bo'lmaydimi, qulaygina bo'lib, ha? Tezroq blazlarni chopish kerak-da, bu yerlardan ketish kerak. Men tirikman, lekin qanday? Bor omadimni ishlatib qo'yganga o'xshayman. Xo'sh, men keldim. Jangni boshlaymizmi? Otinglar sharlaringni. Yaxshi, endi mening qo'limda jon beringlar, blazlar. Tayoqcha bor, hammasi bor, hammasi zo'r. Hattoki ikkita tayoqcha ham. Bu ketishda biz bir zumda hammasini uddalaymiz. Tovushini eshityapman, lekin hech qayerda ko'rinishmaydi. Qaysi go'rga ketishdi? Hammasi tashqarida paydo bo'lgan. Nimaga? Ey, bunaqasiga kelishmagandik. Nega hamma tashqarida paydo bo'lgan? Men ularga shuncha joy bo'shatdim, lekin ular nimagadir haligacha tashqarida paydo bo'lishda davom etishyapti. Bu dahshat, haqiqiy dahshat. Nima qilishni ham bilmayman. Nega tashqarida paydo bo'ladi? Shuncha joy bor. Blazlar spawnerdan tashqarida qanaqadir yerni tagida paydo bo'lishda davom etaverishdi. Buning sababi esa mening olmos yuragimda ekan. Esinglarda bo'lsa, u menga yoritadigan bosh kiyim berardi. O'sha bosh kiyim tufayli spawnerning atrofi juda ham yorug' bo'lib ketyapti va blazlar paydo bo'lmayapti. Men bu esa buni tushunmasdan naqd yarim soat ularni o'ldiryapman. Bu hayotimdagi eng qiyin 10 ta blazni o'ldirish bo'ldi. Nima bo'lganda ham men bu vazifani uddaladim. Faqat yarim soat. Buni faqat montaj vaqtidagina tushunib yetdim. Blazlarni o'zimning g'ayratabiiy qobiliyatim bilan topib, o'sha yerlardan o'ldirishga to'g'ri keldi. Bu haqiqiy dahshat edi. Hattoki bekorchilikdan rassomchilik bilan ham shug'ullandim. Chiroyli deb hisoblasangiz like bosing. Va nihoyat bu onlar yetib keldi. Blaze yuragi u menda. Super qobiliyatim kattalashgan portlash. Ya'ni men yanada kattaroq portlata olaman. Bu foydagami yoki zararga? Sababi boya o'zimni sal qolsa shuni deb o'ldirardim. Keyingi topshiriq o'lim, lekin biz baribir ajdarni ham o'ldirishimizga to'g'ri keladi. Shuni bilgan holda tayoqchalar ham to'plab oldim. Endi bo'lsa oddiy olamga qaytamiz. Keyingi yurakni olish uchun o'lishga to'g'ri keladi. Nima ham derdik, oddiy olamga qaytaylik boshlanishiga. Aytgancha, agar biz mana bunday qilsak nima bo'ladi? Portalni sindirib, keyin uni yo'q qilsak, nimaga ishlayapti? Shuncha payt ishlamagan portal. Asablarim, yangi portlashni ham bir tekshirib ko'raylikchi. Butun boshli tog'larni parchalasa bo'ladi-ku endi. Mana buni kuchlasa bo'ladi. Mana bu bilan endi kovlasa bo'ladi. Aytgancha, Ender marvaritlar, bizga axir Ender marvaritlar hozir umuman olganda bu muammo emas. Bizning hozirgi maqsadimiz o'lish. Men buni juda ham qoyillataman. Shuning uchun kelinglar shu bilan shug'ullanamiz. Checkpoint o'rnatish uchun yotoq yasaymiz, yana sandiq ham narsalarni solib qo'yish uchun. Xo'sh, umid qilamanki, men bu topshiriqni to'g'ri tushundim va biz buni boshladik. Oxirgi jun va topshiriq bajarildi. Biz yana bitta yurakka ega bo'ldik. Tatim yurak. To'g'ri tushungan bo'lsam, bu yurak bizga o'lmaslik beradi, ya'ni o'lganimizdan keyin ham tirik qolamiz. Nima, bu olov endi meni o'ldirish uchun yetarli emasmi? Nahotki kuchaygan bo'lsam? O'rgimchak, unda bu vazifa seniki, boshla. Oxirgi jon, qayerga ketyapsan? Yaramas, oxirgi zarbanni ber. O, ishladi. Men o'lmadim, hali ham bir joyda turibman, qo'limdagi narsa ham turibdi va yana tagimda obsidian platforma ham paydo bo'libdi. Ajoyib. Bundan chiqdi endi meni o'ldirishdan ham foyda yo'q. Mana senga haqiqiy ajoyib afsonaviy yuragini kuchi. Endi ko'nglim ancha xotirjamroq bo'ldi. Keyingi topshiriq nima? 500 ta deep slate, ya'ni qora tosh kovlash. Bu umuman muammo emas. Olmos kirkan olamiz va kovlashni boshlaymiz. Faqat oldin bu tosh uchraydigan balandlikka tushib olish kerak. Portlatsak bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaskan. Ming afsus, hech qis yo'q. Mayli, olmos kirka bilan kovlayveramiz, muammo emas deyapman-ku. Jimgina o'tirib olib, to'g'riga qarab kovlayveramizda, muammomi? Minecrafter mining qila olmasa, yana ikkita tosh, yana bitta va tayyor. Biz buni uddaladik va bedrock yurakka ega bo'ldik. Bedrock yurakning qobiliyati ikkita jon ketganda bizni yanada mustahkamroq qilish yoki shunga o'xshash. Va men buni qanday sinab ko'rishni bilaman chog'i. Qani lavada cho'milishning ayni vaqti. Xo'sh, bitta jon ketdi, endi esa ikkinchisi ham ketdi va men o'lmas bo'lmadim-ku, aldashdimi? Balki men xato tushungandirman. Ikkita jon qolsadir va bizda ikkita jon qoldi. O, mana bizga effekt berildi va ikkita jon umuman ketmayapti. Bu degani biz o'lmasmizmi? Bundan chiqdi biz o'lsak ham o'lmaymiz, lekin o'lish darajasiga ham bo'lmaymiz. Bundan chiqdi biz Supermanmiz. Doktor Chaqirlar aqldan o'zyapman.
Keyingi topshiriqni bajarish orqali biz oxirgi 10-yurakka ega bo'lamiz va bu topshiriq 100 ta end toshidan kovlash. Bu degani biz endga borishimiz kerak. Bu degani bizga ender marvarid kerak. Bu degani biz Nezerga qaytamiz. Va men ko'ko'rmon qayerda ekanligini eslab qolganman. Shuning uchun hoziroq o'sha yerga otlanamiz. 10-oxirgi eng qudratli yurakka ega bo'lamiz. Gast, men juda ham shoshilyapman. Agar shu qadar xohlasang, mayli sen bilan o'ynay qolaman voleybol. Mening ametist yuragim orqali endermenlarni topish va ularni savalash juda ham oson bo'ladi. To'g'rimi enderman? Bu albatta sen uchun juda ham yomon yangilik, lekin mayli, siqilmasang ham bo'ladi. Bu juda ham og'riqsiz va tez bo'ladi. Sirli kuchni ishlatamiz, endermenni ko'ramiz va yuguramiz. Endi mendan berkitishning foydasi yo'q. Bo'ldi, vohima qilmasanglarchi, meni ketadigan vaqti bo'ldi, ketaman. End portalga qarab otlanadigan vaqt yetib keldi. Ko'zlar yo'lni ko'rsat. Ko'zni ushlash kerak, ushlayman. Sirib ketdi birinchisi. Qanaqa omad bu? Agar sizga video yoqayotgan bo'lsa, iltimos kanalga obuna bo'lib qo'ying. 68% odamlar haligacha obunasiz ko'radi. Buni albatta to'g'rilashimiz kerak. Men nimcha topganga o'xshayman. Endi shunchaki pastga kovlash qoldi. Sirib ketdi yaramas. Nima bo'lganda ham menga ko'zlar yetishi kerak va kovlar. Nima qilamiz kovlab? Shunchaki portlataylik yaxshisi. Shunday bombalatadigan kuchi bo'lganda nima qilaman kovlab, to'g'rimi? Qani portlasangchi, qaysi go'rda u? Shuncha ham chuqurda bo'ladimi? Muhimi bor ekan. Qani sakradik. Oho, men pastda juda ham ko'p kalamushchalarni ko'ryapman. La'nati qopqonga tushganga o'xshayman. Buncha ko'psizlar. Voy, dodey, bu yerdan chiqma bo'lmaydi-ku. Yaramaslar, o'laslar hammang. Oho, devordan to'kilyapsizlarmi? Portalli xonani topish qoldi. Bu unchalik ham muammo bo'lmaydi degan umidlar bilan bu ishni boshlaymiz. Portalli xona topildi, spamnerdan qutulamiz va ko'zlarda o'rnatamiz. Bittasi hattoki bor ekan. Xo'sh, portal ochila qol. Har ehtimolga qarshi yotoq qo'yib qo'yay. Qanaqa ehtimolga qarshi bilmadim. Birinchi navbatda 10-oxirgi yurakka ega bo'lishimiz kerak. Shuning uchun boshlanishga 100 ta end toshidan kovlaymiz va o'sha 10 ta yurak bilan ajdarni adabini beramiz. Eng muhimi, ajdar bizni topib olmasa bo'ldi. Va tayyor bo'ldi. Biz endi 10-ajdar yuragiga ega bo'ldik. Naqdikda qobiliyat birinchisi portlash kuchayibdi, ajoyib, haqiqiy o'lim mashinasiga aylandi. Ikkinchisi bo'lsa uchish, lekin men tushuna olmayapman. Tepaga qarab shiftni bosish kerak. Mana men qilyapman-ku, nega ucha olmayapman axir? Shuni shu yer uchdim, qanday uchdim bilmadim, muhimi uchdim. Endi menda qanotlar bor ekan, hamma kristallarni portlatib tashlash kerak. Bu hayotimdagi eng oson kristal portlatish bo'ladi shekilli. Eng tezi ham shu bilan birga ajdar yaxshimisan, men yetib keldim. Qandaysiga bo'ya uchdim, balki tepaga tez qarab bossa, wow! Bo'ldi, tushunarli. Ajdar, endi sen haqiqiy o'liksan. Senga hech narsa yordam bera olmaydi, menga ishon. Har safar minoralarning oldiga yaqinlashganda uni portlatsam bo'ladi yoki havoda ursam ham bo'ladi. Menimcha bu unchalik ham yaxshi g'oya emas. Hay, bu yaxshi g'oya emas, urib bo'lmayapti. Negadir ajdarni portlatayotganimda u joyda qolib ketyapti. Bu menga yaxshi, bu menga foyda. Qani portlab ket, yaramas ajdar. O'zi ham yaxshigina joni ketyapti ajdarni. Pastga tushganingda bemalol seni qilich bilan ham savalashim mumkin. Faqat boshingni sal pastroqqa tushirsanchi, 2 dona jonim qoldi. Negadir qo'lim yetmayotgandek his qilyapman. Nega seni urib bo'lmayapti? Unda portlab ket, yaramas. Nima? Ajdar 1 soniyada parchalanib ketganga o'xshaydi. Barcha yuraklarga ega bo'ldik, ajdarni ham adabini berdik. Xo'sh do'stlar, qiziqarli sayohatimiz o'z nihoyasiga yetganga o'xshaydi. Iltimos videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lishingiz juda ham muhim. Yana izohlarga o'z fikringizni yozib qoldirish ham esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan artefakt bo'ldi. Xayr.